Alp Ertonga haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz, chunki bu turkiy sarkardalarning menimcha eng boshida turuvchi sarkarda. Alp Ertonga. Tonga. Bu shaxs To'ronning yalovi, tarixidagi eng baland ko'tarilgan yalov, eng qadimiysi. Biz bilganimiz. Ko'pchilik shuning uchun To'ron davlatining asoschisi deydi. Faqat men bu iboraga qarshiman. U asoschi bo'lish mumkin emas. U 620-yillar deb nuqta qo'yamiz-da. Qoziq. Shuni atrofida yashagan. Buyuk Turk xoqonligi davri. Turk xoqonligi, Turk emas. To'ron xoqonligi. Tur. Bularning otalari. Oltay turklarning otalari endi bular. Orasida 1000 yil, 900 yil, 1000 yil farq bor. Masofa bor. Xunlardan ham oldingida bu. Alp Ertongadan yana 4000 yil qadimiga keting. To'ron xoqonligi davlatining tuzilishi o'sha joyga borib taqiladi. Kam edi. 2600 deb olsak, 7-asr bo'lsa, u yoqdan 4000 qo'shsangiz 6500-7000 yillik davlatchilik tarixi bor. Siz bilan biz suhbatlashib o'tirgan bu yurtning, o'lkaning. Siz bugun lekin juda ham jiddiy fikrlar bildiryapsiz. Yo'q, bu asos bor. Qarang, Alp Ertonga birinchi shaxs emas. Uning kelib chiqishi qadimgi Turk xoqonga borib ketaveradi. Yo'q, men endi juda ham jiddiy fikrlar bildiryapsiz deganim, biz konstitutsiyamizda preambulasi deymizmi, muqaddimasida ham yozib qo'ydik-da, 3000 yillik davlatchilik tarixiga ega. Nima Misr miloddan oldingi 4000-6000 yilda qabrlar davlat deyapti. Mohenjo-daro deyapti hindlar. Bizda ham 3,5 yillik bo'lsa miloddan avvalgi davr bo'ladi baribir. Yo'q. Miloddan oldingi 4000-5000 yil deb aytyapti deyapman ularni. Hozirga taqasangiz 7000-8000 yilga boradi. Hindlar o'zinikini 10 mingga boradi, kamida. Milodda ham qo'shsak. Koreyslar 40 ming yilga boradi. Xitoylar ham 40 ming yildan kam emas, balki ko'proqdir. Shunday hamma joyda gurkurab davlatlar tuzilganda jannatday bir To'ron deb atayotgan yurtimiz bo'm-bo'sh bo'lganmi? Tasavvur qiling. Eron necha jild kitob yozib tayyorlagan, Eron tarixi deb. Ular ham tarixini Kayumarska olib boradi. Birinchi odam bizdan deb. 10 ming yildan kam emas. Endi nima? Biz bo'm-bo'sh joyda odam ham kelmagan, faqat hayvonlar, qushlar yashaydigan makon bo'lganmi? 4000 yil Ertonga bo'lgan keyin beratgan sababi hech bir daryo ukuz va yaksartday ulug'lanmagan, muqaddas bo'lmagan dunyoda. Nildan ham bu ortiqroq. Yevfrat bilan Dajladan ham ortiqroq. Hind va Gangadan ham ortiqroq joyi bor. Nima asosga ko'ra? Chunki bu Avesta va Vedalarning kelishiga bu sababchi bo'ldi. Qo'shilaman. Bular quruq borib, ulardan o'rganib, ularni yaratmadi. Bu yerdan olib borib, ularga taqdim qilib, targ'ib qildi. Tushundim. Shuning uchun u kitoblarning bosh qahramonlari juda ko'pi nomi o'zbekcha. Tushundim. Onaqut desam, birov aytadi. Siz 20 yildan beri Onaqut deyaverasiz, deyaverasiz. Do'stim, birinchidan keyin 20 yil emas, 30 yildan oshdi. 90-yilda Stephen Kaminskiyning Avesta degan kitobi ko'p, yumshoq muqovat Dushanbada chiqdi. Shuni o'qib chiqqanimda ruscha edi albatta. Menda shunda paydo bo'lib qoldi. Ana shunda birinchi nuqta edi menda. Buni kerak bo'lsa men yana ham aytib beraman. Onaqutni boshqa yerdan topib ko'r. Nima? Armanistonlikmi? To'g'ri, Jenskiy ensiklopediya deb yozilgan bir kitob bor. Shunda Anahita Bogini происхождения армянского deb yozib qo'yibdi. Bu Armeniya halqasi bor uni. Armanda varakuz bo'lganmi? Ukuz bo'lganmi? Ya, endi Alp Ertongani O'zbekiston milliy qomusi bor. Shu yerda ta'rifi bor. O'sha joyda aytadi. Bu afsonaviy shaxs. Bo'lmagan shaxs tarixda. O'zbekiston milliy qomusimizda shunga o'xshagan gap bor. Keyin Alp Ertongaga Afrosiyab ekoni bir deb talqin qiluvchilar bor. Bu ham aniq emas deyshadi. Hozir siz qadimchilarga borib, arxeologlarga borib, falon joyda
Alp Ertunga bobomizning qabri turibdi. Shuni bir ochib ko'raylik. Nima bor ekan desangiz, ular aytadi, cho'pchagingni qo'y deydi. Alp Ertongani tan olishmaydimi? Yo'q. E. Bu endi boshlandi. Endi ilmiy qarashlarmi, ziyoli oydinlar qarashlari bo'laklarga bo'linyapti. Endi avval bitta, ikkita, bir nafar, ikki nafar odam gapirgan bo'lsa, endi har qalay bir 10-20 taga yetdi. Alp Ertunga hozir Iroqqa borib oladi. Demak, millatdan oldingi 620-yillarda qoziq qilib olamiz, shuni atrofida aylanamiz. Bu Turon saltanatining eng so'nggi Alp xaqoni. Eng so'nggi deyishim sababi. Biz Iron deyotgan davlat undan oldin Iron nomi atalmagan. Forslar deyilgan, Perslar deyilgan. Shuning uchun Persiya deydi, Persiya, ha. Shohnamani bilasizku? Firdavsiydagi. Eng salbiy qahramon Afrosiyab. Bu kishi ularga egalik qilib, boshchilik qilgani uchun ular mustaqillikka harakat qilib, ular uchun dushman. Asarning g'oyasida ham shu turadi. G'oyada ham shu turadi. Chunki bosqinchi sifatida ta'riflanadi. Bosqinchi degan demak o'sha joylar bosib olgan. Fitnachi, bosqinchi, jodugar, hamma salbiy sifatlar berilganda. Biroq bu bizning bobomiz-ku. Biz Turonmiz-ku. Endi nima uchun biz hech bir shaxsimizni himoya qila olmaymiz? Bolaligimizdan bizga singdirib qo'yilgan. Firdavsiy to'g'ri yozgan deb. Rustam zo'r bo'lgan. Palonchi zo'r bo'lgan. Keyin hatto Mahmud G'aznaviyda ham yerga urishdi. Mahmud G'aznaviy baholay olmadi buyuk asarni. Yo'q, Mahmud G'aznaviy juda ziyrak, zukko odam edi u, ilmli odam edi. Bunday qaraganda u haqoratni ko'rdi. Ota bobolariga nisbatan bobolariga nisbatan shunday tuhmatlarni ko'rdi. Shunda o'ldirmadi-ku. Endi bir xurjun pul berib yuborgan. Tilasi ham bo'lgan. Uni yo'lda o'g'irlashgan. Bu boshqa bir kitobda bor-da bu. Faqat bizga foydalanishdi. Biz yoshligimizda kim yomon? G'aznaviy yomon. Kim yomon? Alp Ertunga. Afrosiyab butunlay yomon. Ana endi ochilyapti. Alp Ertunga. Bilasizmi Tunga degani nima degani? Izoh berib keting. Hozir shunday to'rt tarmoqqa kirsangiz yozadi. Sibirskiy tigr deb chiqadi. Yoki Sibir yo'lbarsi deb chiqadi. Bu yaqinda ko'payib qolibdi. Keyin bu Alp Ertungaga bag'ishlangan maqollarda. Keyin o'tirib qolasanda bu nima bo'lyapti? Nimaga biz hamisha hadeb orqada qolaveramiz? Bu Sibir yo'lbarsi emas bu, kechirasiz. Sibirskiy tigr emas bu. Bu Turon yo'lbarsi, Ukuz yo'lbarsi. Qashqari yozib qo'yibdi. Tunga. Fil ovlovchi yo'lbars bu. Yo'lbarslarning qudratlisi. Bu Ukuz deganim Amudaryoda. Amudaryoning va Sirdaryoning hozirgi Ukuz va Yaksart o'rtasida ikkita hali hech kim ijro qilmagan doston turibdi. Faqat qurib qoldi. Ikkovi ham qurib qolyapti. Bittasi butunlay quradi. Ikkinchisi ham qurish arafasida. Biravi katta Varakuz, biravi kichik Varakuz. Alp Ertunga kichik Varakuzda yashagan. Varakuz. Var degani, bor degani. Var bu o'g'izchadagi barning shakli. Bu keyin forslarga, hindlarga ham o'tgan. Var, pur ketadi keyin. Bu obod degani, bor degani, mana ushlasa bo'ladi, tutsa bo'ladi. Obod degani. Ukuzchi. Suv keldi. Suv kelib bor qilgan, obod qilgan joy. Ukuz, u ham ikkita so'z. Huk degani baland, tepadan keladi, osmondan keladi. O'z degani qudratli. Shiddatli. Uni jilovlab bo'lmaydi. O'zbekning bu nomning ismining kelib chiqishi shundan. O'zbek degani shunaqa. Qudratli, ilmda ham, kuchda ham, jahongirlikda ham. Biz nima uchun unday emasmiz biz bugun? Sababi biz bilmaymiz, biz so'zlarni unutib o'rganmiz. Tushunmaymiz ham, o'zbek degan so'zni tushunmaymiz. Shuning uchun shunga yarasha fikrlaymiz. Bilganimizda edik. Birdan tomirlarimiz birov qimirlaydi. Qon keladi. Yurak boshqacha ishlay boshlaydi keyin. Ikkita Varakuz deganim Orol dengizi bittasi. Katta Varakuz bu. Boshqalar ba'zi olimlar Varakush deydi. Kushga bola bormi? Varakuz ikkita Ukuz qo'yilyapti unga. Ikkita qudrat qo'yilyapti.
ikkita hayot oqib boryapti. Kichkina Varako'z bu Alp Ertunganing dengizi. Varaqsha Buxorodan 30-40 chaqirim yursangiz, Varaqsha degan qadimgi qala bor. Shu o'zbekcha u nomi, Varako'z degani. O'kizda ham vaqsh, vaqsh. Arablarga borib vahshiyga aylandi-ku. Talaffuz. Nima uchun Alp Ertunganing oxirgi sulton Xoqon dedim. U kishi o'ldiriladi, zaharlab o'ldiriladi. O'ldirilgandan keyin To'ron parchalanadi. Viloyatlarga bo'linib ketadi. Bir joy So'g'd, bir joy Chag'on, bir joy Xorazm va hokazo shunday bo'linib ketadi. Ahmoniylar keyin kelib egallaydi, bosib oladi ko'p joyda. Hozir siz Ako'z haqida gapirdingiz. Men bilasizmi, xayolimdan nima o'tdi? Nukusda Savelskiy muzeyida dunyoga mashhur bitta asar bor. Endi ho'kiz deb aytadi hozir. Aytavergansiz. Hozir siz aytasiz, men ko'z oldimga o'sha asar keldi. Haligi ikkita daryoni va ikkita ko'zni. Mana bu asar nima uchun mashhurligini hozir birdan xayolimga urdi. Demak, men adashmayotgan ekanman-da. O'zlari gapirtiradi odamni, istasa. Yaxshi asos. Yaxshi fikr bo'ldi bu. Varaqshaning nomi o'zi aytib turibdi. Mening oldimda dengiz bo'lgan deb turibdi. Kichkina dengizman faqat deyapti. Chunki bu kichkina o'kiz So'g'd daryosi kelgan. Biz hali bu daryoni o'zi nomini atamaymiz, Zarafshon deyveramiz. Bir jihatdan mana shunday ham asos bor. Chunki Buxoro, masalan, tarixini bilamiz, botqoqlik o'rnida paydo bo'lgan shahar. Demak, uni atrofida albatta katta suvlar bor. Qorako'l bormi? Bor. Nomi nimadan? Qadimdan shunaqa bu. Qorako'l, katta ko'l degani, katta suvliq degani. Dengizdan kichkinada endi orolga qiyoslasak. Shu nomni keyin qo'ymaganmiz. Somitan. Hozir biz uni Charbakir deymiz. Bu yoqda Ramitan. Nashag'i yozadi. Bu yerga Alp Ertunganing Afrosiyobning qizining Soliy bo'lmadi, shu yerga kelib havas zo'r ekan, dam oldi. Keyin tani orom oldi, shuning uchun Ramitan bo'lib ketgan. Keyin odamlar Ramitan deb ketgan. Yo'q. Bu bitta narsani anglatadi. Shu 10-asrda ham, 11-asrda ham Buxoro ham, Samarqand ham bizning To'ron xalqimiz o'zining tarixidan ancha uzoqlashib ketgan edi. Samarqand degan so'zni ma'nosini bilishmasdi. Bu haqida alohida to'xtalamiz. Ungacha sizga bitta savoldi. Faqat xafa bo'lmaysiz. Qarang, shuncha manbalarga murojaat qilgansiz, shuncha tadqiqotlar qilgansiz. Hozir endi bizni kuzatib o'tirganlar savol ham bersa kerak, bu domla o'zi fan nomzodimi, fan doktorimi deb nimaga bu ilmiy ishlarni yoqlamagansiz? Aniqroq qilmagansiz. Eng zo'r qimmat narsa ikkita. Biri sog'lik, biri ozodlik.